yilgi 22-may sanasida paxta maydonlariga Urgumchi kanaga qarshi Komait Ultra va Bargran oziqlar turishi uchun Turkiya Ekintarim firmasining Evrogeli 25 yilidan hektariga 1 kilodan ulab sho'qliglar. O'sha maydonga bugun mana bir haftadan keyin o'sha maydonga kelib natijasini ko'rish uchun keldim. Assalomu alaykum hurmatli Sifat agro kuzatuvchilari. Mana bugun biz Samarqand viloyati Payariq tumani Darishq muqobil tipga qarashli Saxovat agro dalasi fermer xo'jaligini bu maydonimizga 22-may sanasida Komait Ultra preparatini Urgumchi kanaga qarshi hektariga 1,5 litrdan rasxod qilib qo'llangan va Evrogel 25 Ekintarim firmasining gelidan hektariga 1 kilogramdan rasxod qilib qo'llangan. Holat hozirgi kunda juda zo'r holatda turibdi. Mana paxtamiz juda zo'r o'sirgan. Mana paxtamiz holati 2 qarish bo'ldi shu. Kelgan kunimiz 1 qarish edi. Qarishlab ko'rsatmagan ekanmiz-da videogasida. O'zgarganini ko'raman. Orqasidan birdan suv oldirdik 2-3 kun o'tgan. Mana holat mana shunday holatda. Juda gelimiz ham Urgumchi kananing dorisi ham juda yaxshi ta'sir qildi. Preparatimizdan qo'llangan holat. Hektariga 1 kilodan rasxod qilib qo'llaganmiz. Bu qo'lyamizga qo'llanganiga 1 hafta bo'ldi. Mana holati. Mana Urgumchi kanaga qarshi dori sepilgan. Hozirgi kunda mana Urgumchi kanalar shunday holatda turibdi. To'xtab kelgan kunimiz ham shunday holatda edi. Endi astalik bilan yashil tusga o'tyapti. Mana davom etish yo'q-da. Mana to'xtatib turibdi, yaltirab. En qurib inlari yo'q, o'sha toza qilibdi. Mana buni ham yaltiratibdi, mana yashil ko'rsat. Mana yaltiragan Urgumchi kana yo'q degan. Mana bu barigimizda Urgumchi kana tushgan edi, kelgan kunimizda. Mana hozirgi kunda Urgumchi kana yo'q. Yaltirab turibdi bo'lyapti. Mana katta arishlar ham yo'q. Bir xil holatda yashil tusga o'tyapti astalik bilan. Buni sepilganiga 1 hafta bo'ldi. Hurmatli Sifat agro kuzatuvchilari, mana bu yerga Evrogel gelimizdan 25 Evrogelimizdan hektariga 1 kilodan rasxod qilib qo'llaganmiz va Urgumchi kanaga Komait dorisini sepganmiz. Sepilganiga 20 kun bo'ldi. Mana paxtani holatini qarang qanday zo'r bo'lgan. Shu tizim bo'yi bo'lgan, bel bo'yi bo'lyapti. Darishq tumani Payariq tumani Darishq muqobil tipga qarashli Saxovat agro dalasi fermer xo'jaligini paxta maydoniga Evrogel sepilgan. Mana hech qanday anonsi yo'q, Urgumchi kanasi ham anonsi ham yo'q, toza. Mana paxtani hosilini qarang. Qanday hosil o'tirgan gelimiz. Holat yomon emas. 2 hektar maydonga sepilgandi bu yerga. Fermerimiz keyin qolgan hamma hektariga shundan olib sepayapti.